You got me open and I keep bleeding, I keep bleeding love. I keep bleeding, I keep bleeding love. O'rtoqlar, qaranglar, mana shunaqa narsaga havas qilib olib keltirgandikda. Mana qaranglar. Sizlarga ko'rsataman. Somsa-da bu shunaqa. Bu qanday ochiladi? Qotib qolganda, o'sha yemagan edim boya. Oy. Buni tushuning-chi? Kosali. Qotib qopti. Bundan beri yemaganimga. Somsani qaranglar. Kosali somsa. Kosa va somsa. Keep bleeding love. You got me open and I. Bizning hayotimizda yaxshi gumonda bo'lish degan narsani o'zi bormi? O'zi ochiq-sochiq kiyingan vaqtlarma negativ yozishsa bore dirdim. Hozir ham negativ yozishyapti, hozir ham bore deyapman-da. Lekin hayron qolgan narsalarim bor-ku, bir to'g'ri niyat degan narsa ba'zi bir inson negativ, baribir negativ deydi-ku. Yo'q-da. Bu ham yechib boradimi, u qiladimi, bu qiladimi deyishadi. To'g'ri niyat qilinglar, yechmasin, shu hijobini oxirigacha bo'lsin, davomiy bo'lsin deb gapirishiniga, bu yechaveradi. Bu unaqa qiladi, unaqa qiladi. Yaxshi niyat qilinglar, пожалуйста, sizlardan iltimos qilib so'rab qolaman. Jonlarim. Keyin kasal bo'lgani uchun uradi. Unday qilib uradi, bunday qilib uradi. Nimadirga sababchi bo'ladi-da. Alloh shuni ko'nglimga solibdi shu safar. Mana shu safar o'zi har doim ko'nglimda bo'lgan hijob taqish, bir kun emas, bir kun taqaman hijobimni. Lekin davomiy qilib taqaman. O'yinchoq qilish uchun emas, oxirigacha borish uchun taqaman hijobimni degan maqsadda kutganman shunaqa vaqtni-da, o'yin qilmasligi uchun. Oldin yechgansan deb gapirayotganlar uchun men 5-6 yil oldin yechganman. Unda ham o'ziga yarasha juda katta sababi bo'lgan. Bu narsalarni men aytib berganman. Bolamni kashisiga pul qolmagan, ko'chalarda qolib ketganman. Ro'molim shu yili iyuldan beri tirnoq qo'ydirmayman. Nimaga tirnoq qo'ydirmayman? Что namozimni o'qib turishlik uchun. Endi ham mana tirnog'im yo'q, namozimni o'qib, ro'molimni taqib, avratimni bekitib yuribman. Ba'zi bir erkaklarni shaytoni bu narsaga chida olmayapti. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, ko'p negativ yozayotganlar erkaklar. Ayollari ham negativ yozayotganlarni hammasi sochi ochiq, hidoyati yo'q, iymoni yo'q qalbida insonlar. Alloh sizlarga iymon bersin, insof bersin. Insof so'rayman sizlar uchun. Negativchilarim. Shaytoniylarga etinglar qisib o'tirsin.